partiyanınki g'oya, bütün yoshlarni shu g'oyalashtirib etish amaliyotini ijro qilib, o'ziniki yana bir gapini ham qo'yib beray sizlarga. O'zim ayniq biladi qanday ekanligini. Bilib turib, kishilarni, yosh bolalarni shunday shu brainwash, shu niyosini yo'q. Vatanni qurib chiqamiz degan gap. Bo'lsin bo'ladi, bo'lmasin bo'ladi vatanni qurish degan. Ish qilib, g'oya bo'lsin qura olamiz, mana shuni qilsak deydi. Ba'zi darslikni anglayverib asnab ketaman-da. Asnamaman deydi. Voy, men avtobuslik bilan telefon qilib dars anglaydigan emas, u o'zi to'xtamay shu meni partiyaningki bayonotchisi qilmoqchi xiyoldaamda shu turib shuniki gaplarini anglaylik. Bu shunday partiyani cho'qim quramiz, biz tayyor turmasak bo'lmaydi deydigan ideya bilan shunday odamlarni atrofiga to'plab ammo partiyani qurib tayyor turmasak bo'lmaydi degan nima birinchi qadamliq videoda ona shu ilqi Jujampish og'zimga tushdi yengilab o'xshatdim-da, men uni birinchi qadamliq videomda ko'rgan bo'lsanglar bilsizlar, aqchamda bir taraf bor,